Joriy yilning 28-iyul kuni Xiva shahar ichki ishlar bo'limida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abdumajid Chermuhammedov rahbarligida shaxsiy tarkib ishtirokida xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Yo'riqnoma davomida Xiva shahri hududida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida amalga oshirilayotgan profilaktik va tezkor xizmat faoliyati tanqidiy tahliliy muhokama qilindi. Unda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, mahallalarda kriminogen vaziyatni barqaror saqlash, sodir etilgan jinoyatlarning issiq izdan fosh etish samaradorligini oshirish, aholi bilan profilaktik ishlarni kuchaytirish, shuningdek fuqarolar o'rtasida "Mening inspektorim" elektron dasturini keng targ'ib qilish va undan foydalanishni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, xizmat va ijro intizomiga qat'iy rioya etish, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish yuzasidan mas'ul rahbar va xodimlarga aniq vazifalar belgilab berildi. Xizmat vazifalarini bajarishda sustkashlikka yo'l qo'ygan hamda berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlamagan xodimlarga nisbatan intizomiy ta'sir choralari qo'llanilib, kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan Xiva shahar ichki ishlar bo'limining ma'muriy binosi hamda unga tutash hududlarning holati o'rganildi. O'rganishlar davomida ma'muriy binoda amalga oshirilishi lozim bo'lgan joriy ta'mirlash ishlari belgilab olindi. Xodimlar uchun munosib xizmat sharoitlarini yaratish, ma'muriy bino va unga tutash hududlarni obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish maqsadida hududga mevali va manzarali daraxtlar, shuningdek turli xil gul ko'chatlarini ekish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Hududdagi holatlar va xizmat faoliyati atroflicha o'rganib chiqilganidan so'ng mas'ul rahbarlar ishtirokida qisqa muddatli tezkor yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, xizmat samaradorligini oshirish hamda Xiva shahrida jamoat tartibi va xavfsizligini yanada mustahkamlash bo'yicha kelgusida amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar belgilab olindi. Shu bilan birga Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi sohaviy xizmatlari shaxsiy tarkibidan iborat hamkor guruhining Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan xodimlari ish faoliyati ham o'rganilib, jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va kriminogen vaziyatni barqaror saqlash borasida tegishli ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Mas'ul rahbarlarga belgilangan vazifalar ijrosini qat'iy nazoratga olish, har bir xodimning xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashishini ta'minlash hamda aholi osoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil davom ettirish yuzasidan aniq ko'rsatmalar berildi.